Farzand kutayotgan o'zbekistonlik mashhurlar ikkinchi qism. Sho'x Shadod xonanda Afruza ilk bor onalik maqomiga erishadi. U o'tgan yilning 25-sentyabr kuni taniqli aktyor Botir Muhammadjonovning o'g'liga turmushga chiqdi. Afruzaning turmush o'rtog'i ham ijodga yaqin inson. U xalq xizmatlariga asosan turmush o'rtog'i bilan boradi. Afruzaning ijodini yoqtirganlar videoga like bosishni unutmang. Olimpiada chempioni Diyora Keldiyor va ilk bor onalik baxtiga sazovor bo'ladi. Sportchi bu haqida o'zining Instagramdagi postida ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Diyoraning turmush o'rtog'i ham sportchi dzyudo bo'yicha murabbiy. Aktrisa Bahora Arslonova yaqin kunlarda 3-bor ona bo'ladi. U bu haqida Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. Nihol mukofoti sovrindori xonanda Gulasal Abdullayeva ham yaqin kunlarda yana bir bor ona bo'lish arafasida. Yaqindagina 30 yoshni qarshilagan xonanda homiladorligi aks etgan videolarni ijtimoiy tarmoqqa joylab bormoqda. O'zbek san'ati va sport vakillaridan bir qanchasi yaqin kunlarda onalik baxtiga muyassar bo'lishadi. Ko'rib turganingizdek, ularning ichida ilk bor, 3-chi, hatto 4-marta farzandli bo'ladiganlari ham bor. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.